Lekin bir narsaga hayronman. Xo'sh, Uyingiz nimaga bunaqa arzon sotyapsiz? hamma shunga qiziqyapti. Nimaga arzon sotyapsiz deb. Bu uyni olyatib surishtirib oldingizmi? Ha, yo'q, surishtirishga vaqt bo'lmadi. Qora amal bo'lgan joyda shaytonlar, jinlar makon qiladi. Bolam, nima qilyapsan bu yerda? Yuragim tushirding bolam. Ahamiyat berganmisiz? Qanchalik erta uyquga ketmasin, baribir tongda uyg'onishi qiyin kechadi. Mening yechimim Nesquik Duo nonushtasi. Oyi, men yoqqanim yo'q, men dars qilyapman. Sen kimsan, ey bola? Dada, bir bola mana bu yerdan sakradi, uchib ketdi. Qizim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Dadasi, mana xumori ham katta bo'lib qoldi. Ali ham yaqinda o'qishini tugatib keladi. Shu bolalar kichkinaligida bir vatan qilib, uy-joy qilolmadik-da. O'zim ham mana shu o'y bilan yuribman hozir. Nima? Sen meni bu haqida o'ylamaydi deb o'ylayapsanmi? O'ylayman. Nima qilay endi? Bu yig'ib qo'ygan pullarning uylariga yetmayapti. Yildan yilga uylar qimmatlab ketyapti. Kirakashlik qilib pul yig'ishda o'zi bo'lmas ekanda. Endi uni deysiz-u, ertaga bolalarni uylaydigan, qizlar chiqaradigan payt bo'ladi. Sovchi kelsa, ijara uydan kuzatmaymiz-u. Erta Aliga bir joyga sovchilikka so'rab borsak ham, ijara uyda o'tiradilar, birov qizini bermaydi hozirgi zamonda. Endi to'plagan pulimiz yetmayotgan bo'lsa, mana hozir chiqib ketdi-yu, ana boshlang'ich to'lovini to'laysiz, hali yangi uylar qurilyapti. Bu yog'iga 15 yil, 20 yilga anaqa nima deydi, kreditga beryapti. Shunaqa uylardan olib ko'raylik, hamma olyapti-yu. Qo'ysangchi xotin. Ha, uni boshlang'ich to'lovini to'lab olgandan keyin uzoq yil kredit to'lab yuramizmi? To'lov ham ozgina pul bo'lmasa kerak. Qo'y Rohila. Undan ko'ra pulimizga yarashasini olaylik. Ozgina sabr qilib turchi, bo'lib qolar. O'zichi, hech meni gapimni olmaysiz. Shu nima deyapti demaysiz. Men ham xotinman deb gapimga quloq solsangiz bo'laveradi. Bo'pti. Shuna deb yuravering unda. Rohila, ey Rohila. Rostda, Qo'y endi. necha yildan beri ijara uyda yashaymiz. O'zi bu yerda ijaralar ham qimmat bo'lib ketyapti. Shuni bitta uyga to'lasak, undan ko'ra har oyda shunga to'laydigan pulimizni jimay aytgan uyga to'lasak, o'sha uy o'zimizniki bo'lib qoladi-yu. Rohila, Rohila, bu yoqqa kel. Tushunmadi. Bu yoqqa kel, xotin, bu yoqqa kel. Kel, bu yoqqa o'tir. Mana bu uyni qara. Shu ham chiroyli uy ekan, remontlari ham joyida ekan. Puli arzon. Eng muhimi maklersiz ekan. Hech vaqt ko'ring. Qo'ldan chiqib ketib bo'lmasin, gaplashib ko'ring tezroq. Yo'q, mayli-ku. Hayronman. Nimaga bunaqa arzon? Biror muammosi bormikin, ha? Uf, endi shu gap topdingizmi? Telefon qilib gaplashsangiz bilasiz-ku. Qilingchi. Ha, xo'p. Mana qilyapman. Senga xo'p demasam qutulmayman, ha.
Alo, eshitaman. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Ha, biz e'lon bo'yicha telefon qilayotgandik. Uyda egasi sizmisiz? Ha, uy o'zimning nomimda. Hujjatdan muammo yo'q. Kelib ko'ring, gaplashamiz. Unda yaxshi. Aka, bo'lmasamchi, ertaga ertalab borsam bo'ladimi? Uyda bo'lasizmi? Ha, ertalab bir xaridor keladigan bo'lgan edi. Agar u bilan kelishib qolsak, Aka, qo'ying, jon aka. Men hoziroq bo'laman. Bugun menga shu uy juda ham zarur, aka. Hozir boray, maylimi? Agar uyda bo'lsangiz hoziroq boraman. mayli, kelaveringchi. Agar siz bilan kelishib qolsak, odamga sotil deb qo'ysam ham bo'laveradi. Bo'ldi. Hozir boraman. Xo'p, kutaman. Tezroq keling deyapti. Borib kelingchi. Shuncha bilan kelaman. Ajab Qarab turasan, olamiz, xudo xolasa. Mayli. Qani uka, o'tiringchi. Xo'sh, mana uylarni ko'rdingiz. Hamma yo'q yaxshi, kamchiligi yo'q. O'zi yoqdimi? Yoqishga-yu juda ham yoqdi, aka. Ha. Lekin bir narsaga hayronman. Xo'sh. Uyingiz nimaga bunaqa arzon sotyapsiz? Hamma shunga qiziqyapti, nimaga arzon sotyapsiz deb. Endi bir haftadan keyin oilam bilan chet elga chiqib ketaman, uzoq vaqtga. Shuning uchun uyni sotib ketsam dedim. Bir haftaning ichida ulgurib olishim kerak. Shunga arzonroq qilib qo'ydim. Sizga o'xshagan zorikkan odamga sotsam, savob ham bo'ladi deb o'ylayman, aka. Pulni uka notariusga borgan nomimizga o'tkazgandan keyin bersangiz ham bo'laveradi. Rahmat. Aka, yaxshi odamga o'xshayapsiz. Rahmat. Uylaringiz hamma yo'g'i menga yoqdi. Endi chiqib qo'shnilar bilan gaplashib, bitta surishtirib olaman. Surishtirib ma'las vaqt ketkazib. Hozir surishtiraman deydigan bo'lsangiz, boshqa bitta xaridor kelib qoladigan bo'lsa sotib olaman. Aytyapman sizga, meni vaqtim juda ham tig'iz. Tezroq sotib, uni surishtirishingizga ham vaqt ketdi. Yo'q, jon aka, sotib olaman demay, faqat bo'ldi. Mayli, men sizni lavzingizga ishondim, aka. Yaxshi odam ekansiz, lavzingizga ishondim. Faqat ertaga notariusga borib, uyni hujjatlarini rasmiylashtiramiz. Yaxshi, kelishdik. Yana sizga mana shu uyni jihozlari bonus. Men hali sotib ketishga ulgurmayman ham bu narsalar. Rahmat aka. Sizga qoladi uka. Bo'lmasam aka, ertaga notariusda ko'rishamiz. Bo'ldi gap uka, kelishdik. Kelishdik-a, shu narxga. Bo'lmasam ertalab men notariusga borib navbat olib turaman. Ashida ko'rishamiz aka. Xo'p, kelishdik. Rahmat. Rahmat, boringizga shukr. O'zimmi qizim? Narsalar joylab oldingmi? Ha, kiyimlar shkafga ilib qo'ydim. Ko'rpa to'shalarni taxlayapman. Dadasi, biram xursandman. Endi biz ham o'zimiz uyimiz bor-a? Ha, endi mana ko'ryapsanmi, Rohila? Necha yillik qilgan sabrimizga Xudoning bergan mukofoti. Shida. Dada, endi bu uydan umuman ko'chib ketmaymizmi? Yo'q, qizim. Endi mana shu uyda yashaymiz. Hech qayerga ketmaymiz. Men ham o'rtoqlarimni uyga taklif qilib dars qilsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. O'rtoqlaringizni uyga taklif qilasiz, dars qilasiz. Ana oyingiz shirin ovqatlar qilib beradi. O'rtoqlaringizni mehmon qilamiz, a qizim? Ali akam o'qishdan qaytayotganda adashib qolmaydimi? Agar Ali akangiz o'qishdan qaytadigan bo'lsa-chi, qizim, hammamiz birga borib, Ali akangizni olib, mana shu uyga olib kelamiz. Tur endi Xumora. Dadang gapga solaverma, charchagan, pas dam olsin. Mayli. O'tirib turing dadasi, biz ovqat qilib kelamiz. Xo'p. Qaysi birini Darsing qilyapsan? tanlading? Sen dars qilyapsanmi, televizor ko'ryapsanmi? O'zimni ham boshim qotdi. O'chir televizorni. Tezroq tugatib, menga yordam berishing kerak, ishlarga qaralashgan. Men tushunaman. Sizdan xafa emasman. Hayot
Nima deyapman senga? Darsingni qil deyapman. Televizorda keyin ko'raverasan. Senlarga mana shu televizor bo'lsa bo'ldi. Hech dars qilishmasang-da. Ahamiyat berganmisiz? Qanchalik erta uyquga ketmasin, baribir tongda uyg'onishi qiyin kechadi. Mening yechimim Nesquik Duo nonushtasi. Oyi, men yoqqanim yo'q, men dars qilyapman. Qarsildoq sharchalar, butun boshli donlar va Bor. Narixonaga kirib darsingni qilgin-da. Xo'p. Alo, eshitaman. Dadasi, assalomu alaykum. Kech qolib ketdingiz-ku, kelyapsizmi? Va alaykum assalom. Ha, uzoqqa mijoz bo'lib qoluvdi. O'sha yoqqa ketdim, kechirib boraman. Qizingiz ham sizni kutib uxlab qoldi. Kecha kundaligidagi beshlarini ko'rsatmoqchi edi sizga. Shunaqa degan. Mayli. Ertalab borib albatta ko'ramiz. Sen ham yotib damingni olaver, charchading. Men kelyatib biror narsa yeb qornimni to'qlab kiraman. Ha, bo'pti, mayli unda. Yaxshi yetib kelib oling. Allohga omonatsin. Xo'p. Humora? 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 Humor? Bolam, nima qilyapsan bu yerda? Yuragimni tushirding, bolam. Nega baqirasiz? Senga o'xshagan qiz o'tirib. Qani o'sha qiz? Bunga yomon tush ko'ribman. Oyi, dadam qachon keladi? Dadang hozir keladi. Hozir keladi, kech qolyapti. Yuring, birga uxlaymiz. Vahima qilmasang, xotin. Endi yangi joy. Ko'nik olmagandirsan-da. Bo'lib ham kecha rosa ish qilding. Uni ustiga charchagansan, meni kutding. Uxlab yomon tush ko'rib alaslab qolgandirsan. Bilmadim. O'zingiz qanaqa uxladingiz? Ha, menmi? Endi kechasi 2 da kelgan odam qanaqa uxlashi mumkin? Xuddi o'likdek uxladi. He, lekin maza qildi. Odam o'zini uyda yotsa maza qilib uxlar ekan. Endi Mario dadasi nima qilsa, iltimos 1-2 kun ertaroq kelib turayman, uyga sal ko'nik olgunimizcha. Ha, yo'q demang. Ha, bo'pti, xo'p. Keyin aytgancha bugun anaqa dugonalarim oldiga borsam maylimi? Uyda shuncha ish turibdi. Nima qilasan, ko'chaga chiqib endi hozir? Bugun o'tirishimiz esingizda yo'qmi? Shu o'tirishlar ham jonga tegdi. Mayli, borgan ertaroq kelgin a. Ha, darrov kelaman. Qizingni chaqir, bir yo'l olib ketaman. Hozir. Bo'pti. Turamiz chiqar. Mayli, Rohila, biz ketdik. Bo'pti, yaxshi borib kelinglar. Humora yaxshi o'qigin maktab. Xo'p. Yugurib yurmagin tashqarilarda sovuqda. Xo'p. Bo'pti, ertaroq qaytgin. Xo'p. Yangilar kelishdi.
Ha? Nimaga cho'chiysan? Voy, nima qaytib keldingiz? Birodar siz qolib ketibdimi? Senga pul bermay ketibman, o'tirishga boraman deding. Yuragim Ha? qoldi. Ishqilib, yaxshimisan? Yaxshimi? Bo'pti. Yaxshi borib keling. Xavotirga qo'yyapsan-da. Mayli. Bo'pti, sen ham yaxshi borib kel. Xo'p. Ye. Do'stim, Assalomu alaykum. yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizimiz aka, rahmat. Siz bu uydan chiqdingizmi? Ha, shu uydan. Kechirasiz. Sizni tanimadim. Ha, men mana bu uyni sotib oldim. Siz yangi qo'shningiz bo'laman. Oybek akani uyini sotib oldingizmi? Ha, Oybek akani uyini. Ha, tanishaylik. Meni ismim Asadbek. Meni ismim Maqsadbek. Yaxshi. Bu aka bu uyni olyatib surishtirib oldingizmi? Ha, yo'q, surishtirishga vaqt bo'lmadi. Ana bu Oybek aka chet elga bilet olib qo'ygan ekan. Bir hafta vaqti bor ekan. Shu hujjat ishlariga zo'rg'a ulgurdik. Ha, endi uy arzon ekan. Men necha yildan beri pul yig'ayotgandim. Qo'ldan chiqib ketib qolmasin dedim-da. Endi nasib shu yerda ekan. Ha, mayli. Nasib deng. Ha, Bu Oybek akam baribir eski uslubini qildi-da. tushunmadim. Qanaqa uslub? Ha, mayli. Qo'yavering. O'zim shunchaki. Men qarang, Asadbek. Siz uyga kiraylik. Ha? Gaplashib o'tiramiz, oshposh qilamiz, tanishamiz-da. Uzr aka. Men bu xonadonga kira olmasam kerak. Undan ko'ra siz bizni xonadonga o'ting. Birgalashib, gaplashib o'tiramiz. Tanishib olardik bahanada. Uzr aka, men shoshib turgandim. Mayli, xo'p. Mayli, xo'p. Bu odam mendan nimanidir yashirayotganga o'xshaydi. Uyni sotib oldim desam bir o'zgardi. Mehmonga kiring desam qo'rqib ketgandek bo'ldi. Eski usul deydimi? U qanday usul bo'ldi ekan-a? Mayli. Biror kun tagiga yetib olarman. Tavba, bu xonani kecha-kechga yaqin tozalab, yog' tushsa yalagudek qilib qo'ygandim. Nahotki bir kunda shunchalik iz bosib ketsa? Axir bu uyda o'rgimchig ham ko'rinmaydi. Qanchadir g'alati hodisalar bo'lyapti-da. Mayli. Xumora kelguncha sizlarni olib qo'ying, yana qo'rqib yurmasin. Dadasi keldingizmi? Voy, keldingizmi? Bugun erta qaytibsizmi ishdan? Dadasi? Voy. Dadasi? Kiyim almashtiryapsizmi? Ha, bo'pti, anaqa ovqat tayyor bo'ladi, bo'lmasa chiqsangiz ovqatlanarmiz, ha? Kim bilan gaplashyapsan, xotin? Voy. Asad aka, yuragim yordiz. Hozir ichkariga kirib ketmay, qachon chiqdingiz? Senga nima bo'lyapti? Men endi hozir kirdim-mu darvozadan. Hozir ichkariga kirib ketdingiz-ku keyingan. Nima? Ichkariga kirib ketdingiz? Eshik yo'q. Ke qochib turchi. Kim bor ekan? Ha, bu yerda hech kim yo'q-ku. Dadasi, bu uyda bizdan boshqa yana kimdir bor. Hozir men ishimni qilib yurdim oshxonada. Shu yerdan o'tib kirib ketdi. Keyin men siz deb o'ylab orqasidan keldim. Eshikni berkitib oldi. Torsam ochilmayapti. Rohila, vahima bo'lib qolyapsan. Vahima bo'lib qolmayapsiz. Tushunmaysiz, bu uyda bizdan boshqa yana kimdir bor. Qara. Morani yonida bu gaplarni gapirma. Hozir qo'rqib ketsa bilasanmi nima bo'ladi? Va alaykum assalom o'zim ona qizim.
Ha, erta qaytdim. Sizlar bilan maza qilib birgalikda ovqatlanay deb ertaroq qaytdim. Voy Zoru, oyi ovqat pishdimi? Qornim ochib ketdi. Pishdi ovqat pishdi. Yuring kızım. Kiringlar. Hadi birga ovqatlanamiz a? Yuring. Sen kimsan, ey bola? Ey bola. Ey bola, unday qilma, tushib ketasan. Shoshma. Xumora. Shoshma Xumora. Xumora? Xumora. Senga nima bo'lyapti qizim? Dada, bir bola mana bu yerdan sakradi, uchib ketdi. Qizim. Senchi? Sen yomon tush ko'ribsan. Yomon tush ko'ribsan. Hech qanaqa bola yo'q. Alahsirab qolibsan shekilli. Men bilan birga yotasanmi? Birga yotamiz qizim. Yur. Yur. Qani kir. Kecha yozib supurib chiqib ketdimmisan? Kim yig'ishtiryapti buni? Dadasi? Dadasi? Asad aka? Qarang. Tinchlikmi? Gilam siz yig'ishtirib qo'ydingizmi? Gilandi? Ilgari kuni ham mana bugun kecha ham yozib, ustini supurib chiqib ketgan mol chaypangini artib kirsam yana yig'ishtirilib yotibdi. Istemadiz. Gilam yig'ishtirishga vaqtim bormi? Uyda bo'lmayapmanmi o'zi? Unda kim qilyapti? Xonaga kirmaganimga ancha o'p ketdi. Kim yig'ishtirib qo'ygan bo'lishi mumkin? Siz tegmasiz. Men tegmasam kim tegadi? Shunga hayronman. Tavba qildim. Yozib qo'yamiz. Nima? Bu nima? Buni qara. Ha, hozir. Dinami sochilgan? Qo'rchoqqa o'xshaydi. Dadasi bizga bir ilm amal qilyaptimikin, ha? Kim bilan amal qilishi mumkin? Kushamay qo'ying. Axir bu yerga ko'chib kelganimizga hech qancha bo'lgani yo'q. Qo'ni-qo'shnilarni tanimaymiz, to'g'rimi? Ha, ko'chib kelganimizdan beri bir mehmon ham chaqirganimiz yo'q. Unda nima bu? Yo'q. Bu yerda boshqa gap bor. Nimadir qilish kerak. Anavi kechqurunchi qizimiz anavi zinadan o'zini tashlamoqchi bo'lgandan beri men ham xavotirdaman. Nimadir qiling dadasi, iltimos biron narsa o'ylab toping. Men yashamayman bo'lmasa bu uyda. O'zingni bos. O'zingni bos. Sen hozir qizimni olib oyingnikiga bor. U yerda 3-4 kun yashab tur. Asablaring ham joyiga keladi. Men kallani bir joyga qo'yib nimadir qilishni o'ylab ko'rarman. Siz qo'rqmaysizmi bu yerda o'zingiz? Yo'q, bir yo'lni qilarman. Sen qizimizni kiyintir, o'zing kiyin, men tashlab o'taman. Bor. Bor.
Assalomu alaykum. Maqsadbek, va alaykum assalom. Yaxshimi aka? Yaxshimisiz? Charchamang o'zi. Qarang, siz yoningizga kelyotgandim, o'zi chiqib qoldingiz-a? Uyga kiraylik aka. Rahmat. Siz bu yerda anchadan beri turasiz. Aha. O'tgan kuni uyga kiraylik desam, sal cho'chigandek bo'ldingiz. Men qani uka, bu men olgan uyda nimadir siri bormi? Yo'q aka. Qanaqa sir bo'ladi? Oddiy uy. Maqsadbek, menimcha siz mendan nimanidir yashiryapsiz. To'g'risini aytsam, uyda olganimizdan beri halovatimiz yo'q. Ayolimni, qizimni ko'ziga turli xil sharpalar ko'rinib beryapti. Kecha qizim zinadan o'zini tashlamoqchi bo'lgan paytda o'zim ushlab qoldim, uka. Men ko'nglim sezyapti. Siz nimanidir bilasiz, uka. Iltimos, to'g'risini ayting. Hey aka. Shularni uyda olishdan oldin surishtirib ko'rmabsiz-da. O'zingizga yaxshi bo'larmidi deyman-da. Mayli, aytaman. Bu xonadonda oldingi egasi Parxon Kohin bo'lgan. U qora sehr bilan shug'ullangan. Mo'maygina daromad evaziga odamlarni oilasidan ajrashtirgan, hatto joniga qasd qilishgunga dur borgan. Shuning uchun ham bir o'zi yashardi. Bola chaqasi yo'q edi. Xullas aka oxiratini kuydirgan ayol edi-da. Yakuni ham yaxshi bo'lmadi. Uyda yolg'iz o'zi o'lib qopti. 3 kundan keyin sasib hidi chiqqanda bildik. Ichki ishlar keldi. Qo'ni qo'shni birgalashib eshigini buzib kirdik. Xonani hidiga chidab bo'lmaydi. Jasad chirishni boshlab bo'lgan ekan. Bu ayolni bir amallab ko'mdik. Chet elda bir jiyani bor ekan. Shu keldi. Uyni hid xushini yo'qotib, u yer berini ta'mirlagan bo'ldi-yu, shu Oybek akaga sotib ketdi. Oybek aka bo'lsa, yarim puliga sizga pullab ketibdi aka. Cho'chishibman-da, cho'chishibman. Endi nima qilsam bo'larkan? Kimdan maslahat olaman, ha? Aka, siz yaxshi odam ekansiz. Bizdan keyingi mahallada Safar domla deb ilmli bir donishmand odam bor. Shu odamni oldiga o'tsangiz, nima qilish kerakligini aytadi aka. Bu maslahatni Oybek akaga ham bergan edim. Bordimi, bormadimi xabarim yo'q. Lekin oxirgi marta shu maslahat ustida Oybek aka bilan gaplashgan edik. Keyin uyni sizga sotib ketibdi-da. Keyingi mahallaga dedingizmi? Ha. Aka o'tib Safar domlaning uyi desangiz, hamma biladi, ko'rsatib yuborishadi. Mayli, Maqsadbek, rahmat sizga. Aka, Men boray. kirmaylik eshigiga. Rahmat. Mayli, Bo'pti, xo'p, salomat bo'ling aka. Xo'p. Assalomu alaykum. domla. Alaykum assalom. Omonmisiz? Sog'ligingiz yaxshi? O'tiring. Qani? Qani. Allohu akbar. Xush kelibsiz mehmon. Keling. Xush xizmat. Domla. Menga sizni yordam beradi deb aytishdi. Menga hozir juda ham yordamingiz zarur. Hammamizga Alloh yordam bersin. Endi shoshilmay bir chekkadan boshidan tushuntiringchi. Nima gap o'zi? Yaxshi niyatlar bilan qanchadan beri pul yig'ib bir uy oldim. Uy arzon, yarim narxiga berdi. Ta'minlash ishlari ham yo'q, yashasa bo'ladigan. Xullas, uyni oldim. Xullas shunaqa gaplar domla. Menga yordamingiz juda ham zarur. Domla, qo'limdan kelgancha rozi qilaman. Iltimos, yordam bering. Ha, endi uka
Siz ham uyni oldingi egasiga o'xshab sotib qutulib qo'ya qolmaysizmi? Sotib qutuling deng domla. Meni vijdonim yo'l qo'ymaydi. Axir uyni sotsam o'zimga o'xshagan bir sho'r peshona oladimi? Bilib turib ularni ham kuydirgim yo'q. Xullas domla, menga o'xshagan odamlar uy olaman deb yillar davomida oilasini, farzandlarini rizqidan qirqib misqollab pul yig'amiz. Uy olamiz deymiz, vatan qilamiz deb orzu qilamiz domla. Ertaga uyni sotsam, ana shunday odamlardan bittasi uyni olsa, o'zim yasholmagan joyda u qanday yashaydi? Keyin u meni qarg'amaydimi domla? Men mana shu qarg'ishlar farzandlarimga, oilamga urishidan qo'rqaman. Qarg'ish urmagan taqdirda ham ertaga qiyomatda Xudoning yoniga borganda men nima deb javob beraman? Yo'q. Men o'tga tushdim. Boshqalar o'tga tushmasin. Barakalloh, barakalloh. Bu tam iymoni butun odam ekansiz. O'zi asli bu savolni men sizni sinamoqlik uchun berdim. Sizda iymoni butun inson uchun Allohdan so'rab, qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Rozi qilaman degan gapingizga kelsak, bunday ishlarda sizdek insonlar uchun xolis Alloh qo'ldan kelgancha yordam beraman. Ha, o'zi uyga kelganingizdan beri tilovat qildirganmidingiz? Domla, uyga ko'chib kelganimizga hech qancha vaqt bo'lmadi. Shu yana ozgina oshinib bir uy to'y qilmoqchi edik. Ha. Uyning oldingi egasi qora amal bilan shug'ullangan ekan. Qora amal bo'lgan joyda shaytonlar, jinlar makon qiladi. Allohning kalomi o'qilgan joydan ular qochadi. Inim bo'lmasam, ertaga men kechda uyingizga boraman. Ikkalamiz birgalikda o'qib, ularni haydashga harakat qilamiz. Faqat siz kuchli irodali bo'lishingiz kerak. Lekin bu oson bo'lmaydi. Chunki ular u uyga sizdan oldin makon qilishgan. Shuning uchun pokiza tahoratli bo'lishingiz kerak. Ko'zingiz bilan ko'rgan har bir narsaga ishonavermasdan Allohdan madad so'rab qattiq turishingiz kerak. Xudo xolasa buni biz uddalaymiz. Rahmat. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Endi bo'lmasam menga ruxsat. Duo bersangiz, men borib ertagalikka tayyorgarlik ko'ray. Xo'p, qani ilohi amin. Parvardigor o'zi mushkullaringizni oson qilsin. O'zini suygan bandalaridan qilsin. Allohu akbar. Rahmat domla. Rahmat. Xo'p, men albatta ertaga kechga uyingizga o'taman. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Keling domla. Qani? To'rguncha keling. Yaxshi. Keling. Qani? Ilohi amin. Parvardigor boshlayotgan ishimizning unumini o'zi bersin. O'zi yordam bersin Parvardigor. Allohu akbar. Domla, endi uyni besaramjonligiga e'tibor bermaysizda. Shu o'zi xabaringiz bor, xotin bola chaqani ota eshigiga tashlab kelgandi. Ha. Endi bekorga aytishmaydi-ku, ayol kishi uyda ziynati deb. Ayol kishi bo'lmasa shunaqa
bo'ladi. Hech qisi yo'q. Siz xijolat bo'lmang. Endi siz bitta issiq choy qiling. Men xatimni boshlayman. Choyni qo'yib qo'yganman. Endi xatimdan oldin ozgina tamaddi qilib olsak degandi. Yo'q. Tamaddi shart emas. Ishni qilaylik. Xo'p, domla, bo'lmasa men hozir choy olib kelaman. Xo'p. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Çayni ber. Rohila? Oyinikiga ketgan eding-ku, Rohila. Qanday kirding bu yerga? Siz bilan kelgan odamni haydab yuboring. Menga yoqmayapti. Nimaga yoqmaydi? Rohila, u safar domla. U bizga yordam bergani keldi. U bizga yordam bermaydi. Rohila. Rohila nimalar deyapsan? O'zingmisan? Estağfurullah. Estağfurullah. Ey Xudo. O'zing saqlay, Xudoyim. Ketdim. A'uzu billahi minash-shaytonir-rojim. Asadbek. Tinchlang, tinch. O'zingizni bosing. Tinchlaning. Menga nima bo'ldi? Bizga keldingizmi? Hammasi yaxshi. Siz faqat biroz yomonroq tush ko'rdingiz xolos. Lekin men Yo'q, bo'ldi. Siz xotirjam bo'ling. Hammasi yaxshi. Xatim tugadi. Xudo xolasa endi buni buyog'i bu xonadonda tinchlik, xotirjamlik bo'ladi. Keyin kelinni chaqiring. Uylarni bir yaxshilab tozalatib yuboringlar. Buni buyog'iga tinchlikda, xotirjamlikda, totuvlikda yashash nasib qilsin. Keyin Allohni ko'proq zikr qilinglar. Alloh ko'p zikr qilingan joydan shaytonlar, inson jinslar qochadi. Mayli. Endi men bora qolay. domla hozir shoshmay turing-da. Yo'q, inim. Hech narsani keragi yo'q. Ovora bo'lmang. Bu yog'iga endi sizlarga omad. Yaxshi yashanglar. Endi men boraman. Alloh razı olsun. O'zim kuzatib qo'yaman sizni. Xo'p. Qani yuring. Rahmat. Dadasi, bu uyda endi yashayolmasam kerak deb o'yladim. Bugun kelganimizdan beri birinchi marta maza qilib uxladim. Qizimiz ham miriqib dam oldi. Kim o'ylabdi deysan bunaqa bo'lishini? Xudoga shukr, mana uyimiz tinch, osoyishta bo'lib qoldi. Ilohim doim shunaqa bo'lsin. Aytganing kelsin. Men bir narsani rejalashtirib qo'ygandim. Agar xo'p desang, shu ozgina to'plab qo'ygan pulim bor. Endi juda katta uy to'yi bo'lmasa ham bir kichkinaroq ehsonga yetadi. Mana bu Qodir oshnam bilan gaplashib qo'yganman. Bitta qo'y olib kech paytga so'yadigan bo'ldik. Shunga bir qarindosh urug'larni, qo'ni-qo'shnilarni chaqirib, ixchamgina qilib, ehson qilib, tilovat qildirib qo'ysak ekandim. Nima deysan? Ehsonni katta kichigi bo'lmaydi. Asosiysi o'sha niyat qilib boshlashda rosa yaxshi o'ylabsiz. Ertagalikka bo'lmasa men uylar tayyorlasam-a? Bo'lmasam sen uylarni tayyorla, joylarni qil. Men kechqurun qo'y so'ygandan keyin borib ish topib olaman.